Xonanda Munisaning 1 yoshli o'g'li uchun unutilmas Cheburyashka bayrami. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Xonanda Munisa Rizayeva kecha o'g'lining 1 yoshga to'lganini katta quvonch bilan nishonladi. Tadbir yaqinlari, dugonalari va samimiy do'stlari ishtirokida juda iliq va ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Munisa tug'ilgan kun uchun maxsus mavzu tanlagan. O'g'lining sevimli multfilmi bo'lgan Cheburyashka. Shu sababli butun muhit, dekoratsiyalar, bezaklar va hattoki hammani hayratga solgan ulkan tort ham aynan shu multfilm ruhida tayyorlandi. Uning o'g'lining ismi shu paytgacha sir tutilib kelayotgan edi. Ammo tug'ilgan kun kechasidan keyin u butun jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan ko'rib turilibdiki, bayram tadbirlari nihoyatda chiroyli, qizg'in va yuqori ruhda o'tgan. Tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar kichkintoyni mehr bilan tabriklab, unga ezgu tilaklar bildirishdi. Tomoshabinlar orasida eng ko'p muhokama qilingan savollardan biri bu qadar noodatiy, katta va ajoyib tortni kim tayyorlagan bo'ldi. Munisa esa bu savolga darhol javob berib, tortni tomonidan tayyorlanganini ma'lum qilib, tayyorlagan ustani ham ko'rsatib, unga alohida minnatdorchilik bildirdi. Bu tug'ilgan kun nafaqat chiroyli bezaklar, balki mehr, quvonch va oilaviy iliqlik bilan ham esda qoldi.